otasi tomonidan keyin men seni qizligingni tekshirib ko'raman deb otasi qo'li bilan o'sha qiz bolani qiniga qo'lini kirgizib tekshirib ko'rgan. Bitta patsientka keldi, aniqrog'i patsientkam qizini olib keldi ko'rsatishga. Qiz bola 22 yoshda. Uyidan bir necha bor qochib ketgan. Har xil vaziyatlar bo'lgan. Kechalari qochib ketgan, uyiga qayta olib kelinavergan, lekin qiz bola uyidan tez qochib ketavergan. Endi ko'rsak albatta qiz bola emas, qizlik partiyasi butun emas. Buni sud ekspertizaga ham olib borgan, bu qiz bola emasligi tasdiqlangan. Shunda ham bizga olib keldi. Olib kelganidan maqsad qiz bolada homiladorlik bormi, yo'qmi aniqlab bering degan maqsadda olib keldi. Ko'rdik, yo'q, homiladorlik aniqlanmadi. O'zi qildik, FGC test topshirdi, homiladorlik aniqlanmadi. Bu qiz bilan gaplashganimizda uyingdan nima uchun qochib ketasan, nima sabab bo'ladi bunga deganimda, oyim chiqib tursalar keyin aytaman deb menga o'zini voqeasini aytib beryapti. Endi kim qanaqa fikrda bilmayman va bu fikrni izohlarda qoldirasizlar. Men bu voqeani bor butunligicha eshitganim bo'yicha sizlarga aytib bermoqchiman. Bu balkim kimlarnidir onalari sal ogohlikka chaqirish ham bo'lar bu tomondan. Qiz bola birinchi marta 13 yoshimda deydi, ko'chaga chiqib o'sha kechasi qochib ketganman. 13 yoshda kechasi uydan chiqib ketgan. Qisqasi keyin uyga kelgandan keyin o'sha yarim kechasi otasi tomonidan keyin men seni qizligingni tekshirib ko'raman deb otasi qo'li bilan o'sha qiz bolani qiniga qo'lini kirgizib tekshirib ko'rgan.